Ijtimoiy tarmoq albatta bunda madaniyatga e'tibor berishimiz kerak. Sizni yuzlab, minglab, hattoki millionlab insonlar ko'rishi mumkin. Bas shunday ekan, so'kinib, haqoratli so'zlarni ishlatib o'tirmang. Birinchi navbatda bloklanib qolishingiz mumkin. Undan tashqari obro' ham to'kilib ketadi. Ba'zi birovlar shu so'kinsam mashhur bo'lib ketaman deb o'ylashadi. Yo'q. Odamlarning nafrati oshib boradi. Yana bundan tashqari ba'zi birovlar mayka bilan video qo'yishyapti yoki maykani ham yechib olgan holatda shorti bilan chiqishyapti. Bunaqa narsalarning kimga keragi bor? Bizni o'zimizni madaniyatimiz bor. Chiroyli kiyinib chiqmoq kerak. Endi bu shorti bilan, yirtiq shim bilan yana so'kingan holatda bir sigaretlar chekib chiqish bilan yoki spirtli ichimliklarni bularni keragi yo'q. Birinchi navbatda mashhur bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'sha aktivingiz, faolligingiz ortishini istasangiz, mana shunaqangi man etilgan narsalardan yiroq bo'lganingiz ma'qul. Birinchi navbatda biz o'zbekmiz, musulmonmiz, shunday ekan, so'kinish, har xil yarim yalang'och holatdagi kiyimlar bilan chiqish sizu bizga to'g'ri kelmaydi. Birinchi navbatda aytmoqchimanki, bizim millatimizni obro'sini to'kish mumkin shunaqangi holatlar bilan. Ulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Biz o'zbek ekanligimizni, milliyligimizni, mentalitetimizni yo'qotmasligimiz kerak ekan. Shunaqangi bir holatlarni ko'ryapman. Ana shu shorti bilan chiqib olib, pand nasihat qilayotganlarni ham ko'ryapmiz. Yoki yarim yalang'och holda qornlarini ochgan holatda juda bir kerakli zo'r narsalarni aytishyapti. Odamlar og'zi ochilib qoladi. Kiyim belgilaydi ko'pincha. Agar mana shu xalq uchun, boshqa millatlar uchun ham sifatsiz, bo'mag'ur kiyimlar bilan chiqiladigan bo'lsa, albatta uning qadri yo'qoladi. Keyin bilmagan narsalar haqida fikr yuritishni ham kerak yo'q. Birinchi navbatda odob axloqqa amal qilaylik, o'zligimizni yo'qotmaylik, o'zbek ekanligimizdan faxrlanishimiz kerak. Boshqalar ko'rib ham bizga hurmati oshishi kerak. Mana shu narsalarni e'tiborga olishingizni so'rayman.